Bugungi videoda biz Minecraftdagi eksperiment yoki lifehacklarni tekshirib ko'ramiz. Birinchi lifehack yo'lsa eksperimentimiz bu hozir ko'ramiz. Mayoqning ustiga oynalarni qo'ysak, uni rangi o'zgaradigan. Shuni tekshirib ko'ramiz, do'stlar. O'xshaymi, o'xshamaydimi? Va mana olmos qo'yibdi mana. Va mayoq. Endi mayoq izlash kerak. Mana uni ham topib oldik. Va endi mayoqni quramiz. Pom va 9 ta qo'yamiz. Endi mana mayoq qurildi va bunga qora svetni qo'ysak, yo'q, o'tir qo'yish kerak ekan. Va mana o'zgaradimi? Wow, o'zgardi. Buni bilgandagi 1000 euro emas, 10,000 euro. Endi sariqda ham o'zgaryapti. Mana bunda ham va qizilda esa o'zgardi. Qizilda ham oq o'zgaradimi? Oqda oddiy oq. Mana ularni sindirib tashlaymiz va o'zini rangi bo'ldi. Bu sariqni bu yerga qo'ysak, ozgina sariqroq bo'ladi. Va birinchi lifehack o'xshadi. Do'stlar, ikkinchi lifehackni ko'ramiz hozir. Ikkinchisi hozir va ikkinchisi hozir bizga zombi kerak. Mana bu yerdan topamiz va mana zombi va mana oldik. Endi AK va mana buni ham oldik. Nega zombilar quyoshda yonadi? Yo'q, mana unaqa chetida turgan kezi yonadi. Hozir ko'ramiz shuni. Nimaga shunaqa bo'ladi? Hozir stop qilib turamiz. Va mana quyosh bitdi, lekin nimaga zombi? Logikani aytdi bu. Quyosh bitdi, ammo mana bu yerda hech narsa yo'q. Mana bu yerda quyosh, bu mana bu yerda. Va o'ldi. Endi esa hozir ko'rsataman. Bu yerga uchib olaylik. Bam. Va tepaga chiqamiz. Bu blokni qo'yamiz, do'stlar. Buning uchun chit qilish kerak va fill to'lqinli chiziqchadan 6 ta va shu blokning nomini yozasizlar. Bo'ldi. Men yog'och emas, daraxt qo'yaman. Mana qo'ydik. Va do'stlar, mana bu nima? Logikani mana bu yerga sursak, chunki mana ularda qaranglar. Mana chiqib ketdi mana. Yurtdi mana bu. Ha mayli.
e'tibor bermaymiz. Ikkinchisi suv bo'ldi. Va endi uchinchisi hozir topaman. Bu life fact. Bu life fact bo'ladi. Chunki o'zingizlar bilasizlar. Hozir ko'rsataman. Do'stlar bilan o'ynasanglar Minecraft. Bu oddiy versiyalarda ham o'xshaydi. Va bunga qo'yamiz, bunga va buni yopib qo'yamizda va mana bunaqa qilib. Bitta emas, redstone o'tkazish kerak. Redstone va hozir redstone ham olamiz. Redstone va mana oldik. Bom. Endi hozir prank bo'lsa buni ham qo'yamiz. Va shunaqa bo'ladi. Ko'rdinglarmi? Hozir endi Wardennikini nimanikidan qilsa bo'ladi? Steve bo'ladimikan? Steve'niki bo'lmaydi deb o'ylayman. Va mana yo'q, bo'lmaydi. Bu yerga qo'ymaslik kerakmi? Bo'ldimi? Hech narsa bo'lmadi. Bunga Steve'niki bo'lmadi boshida. Va mana bu qora skeletni ko'ramiz va Ender Dragonnikini va hozir mana buni ham yo'qotib qo'ydim. Ender Dragonnikini qo'yamiz va bu shunaqa chiqadi. Ender Dragonniki va buniki-chi. Shunaqa chiqadi. Короче. Va do'stlar, keyingisi nima bo'ladi? Nima? Ikkitasini tekshiraman hozir. Tush basga buni sindiramiz va bitga redstone qo'yamiz. Buni olib turamiz bitga. Bu hozir qanaqa chiqadi ekan? Chiqmadi-yu. Bittasiga chiqadi deb o'ylayman. Va shunaqa bo'ldi. Mana bunga chiqishi uchun mana bu yerdan qilib ko'ramiz. Chiqar. Va mana qo'ygandir logonikini. Kulgili chiqadimi? Kommentga yozing. Ender Dragon bilan Creeper. Va shu bilan do'stlar video tugaydi, chunki video shundan iborat edi. Boshqa life fact bo'lmasa, anaqa narsalarni bilsanglar, kommentga yozinglar. Точно kommentga kiringlar, yozinglar. Va bu narsa, короче, video tugadi.